Tasavvur qiling. Ko'chaga chiqasiz. Har 10 ta mashinaning kamida 7 tasi Chevrolet. Spark, Cobalt, Gentra, Tracker. Savol: nega aynan shu mashinalar O'zbekistonda bunchalik mashhur? Bu video davomida eng ko'p uchraydigan avtomobillar, odamlar nega aynan shularni olishi, yashirin minuslari va trenddagi eng qiziq faktlarni bilib olasiz. Oxirigacha ko'ring, chunki oxirida O'zbekistonda eng xalq mashinasi qaysi ekanini aytaman. Spark – xalqning birinchi mashinasi. Spark – bu mashinani ko'rmagan odam yo'q. Nega mashhur? Chunki benzinni kam yeydi, shahar uchun ideal, parkovkaga sig'adi va eng muhimi – arzonroq. Lekin Spark haydovchilarni bitta narsa qiynaydi. Orqada o'tirgan odamning oyoqlari. Ayniqsa uzun bo'yli odam chiqsa, Spark ichida TikTok challenge boshlanadi. Lekin baribir talabalar, yangi oila qurganlar va birinchi mashina oluvchilar uchun Spark haliyam top. Fun fact: ba'zi odamlar Sparkni O'zbek Bugatti deb hazillashadi. Cobalt – ko'chaning qiroli. Agar kechasi ko'chaga chiqsangiz, eng ko'p uchraydigan mashina Cobalt. Ayniqsa qora rang, tonirovka va baland musiqa bilan. Cobalt nega trendda? Katta salon, yumshoq yuradi, ehtiyot qismi arzon va taksi uchun zo'r. Ko'pchilik Cobalt puliga yarasha eng yaxshi variant deydi. Lekin minuslar ham bor. Ba'zi odamlar Cobalt haydovchilari svetoforda Formula 1 boshlaydi deb kulishadi. Lekin tan olish kerak. O'zbekistonda eng mashhur mashinalardan biri aynan shu. Gentra – hurmatli aka mashinasi. Gentra minib yurgan odamlarni sezganmisiz? Ular odatda sokin, ishonchli va mashinasini juda ehtiyot qiladi. Gentra nega odamlar orasida obro'li? Chunki motori kuchliroq, salon qulay, uzoq yo'lga yaxshi. Ayniqsa to'yga, oilaviy safarga yoki aka status uchun. Internetda esa bitta gap mashhur. Gentra minib olgan odam orzusi amalga oshgan bo'ladi. Tracker va Onyx – yangi avlod. So'nggi yillarda odamlar zamonaviyroq mashinalarga o'tyapti. Tracker va Onyx yangi avlodning sevimlisi. Sababi ko'rinishi chiroyli, multimedia zamonaviy, kameralar, sensor ekran va turbo motor. Lekin narxi oshgani sari odamlarning krediti ham oshyapti. Ko'pchilik Tracker olsammi yoki uy remont qilaymi degan dilemma ichida. Ammo trend bo'yicha yoshlar aynan shu mashinalarni xohlayapti. O'zbek mashina kulturi. O'zbekistonda mashina shunchaki transport emas. Bu status, bu kayfiyat, bu hayot tarzi. Masalan, mashina yuvilgandan keyin o'zini millioner his qilish. Benzin zapravkada narxni ko'rib yurak siqilishi. To'y kortejlari, signal urish musobaqalari. Brat, joy bormi? Degan do'stlar. Va albatta, har bitta haydovchining ichida yashirincha gonchik bor. Nega baribir o'zbek mashinalari sotilaveradi? Sabab oddiy. Ehtiyot qismi topiladi, ustasi ko'p, sotish oson, xalq o'rganib qolgan. Shuning uchun hatto yangi brendlar chiqsa ham odamlar baribir Chevroletdan uzoqlasha olmayapti. Bu allaqachon culture bo'lib qolgan. Xullas, har bir mashinaning o'z xarakteri bor. Spark tejamkor, Cobalt universal, Gentra hurmatli, Tracker zamonaviy. Lekin eng muhimi mashina emas, uni boshqarayotgan inson. Sizningcha, O'zbekistondagi eng yaxshi mashina qaysi? Kommentariyada yozing.
Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Va albatta, obuna bo'ling. Rahmat.